2026dan chiqdi o'rtoqlar. 2026gacha faqat night paket bo'lgan. Bizda ko'p mashinani nightmasini olib kelib night qilib etib sotganmiz. Tak farqi qaranglar. Mana bu narsalarni qo'ysa bo'ladi, lekin mana bilan qora xrom. Bu oddiy nikkelli qoraga bo'yab qo'yilmagan o'rtoqlar. Bu qora xrom. Night seriyani farqlari mana shu diskalari qora bo'ladi. Eng katta farqi mana bu ruchkalarni hech qayerdan zapchast qilib ham topib bo'lmaydi. Buni nikkel bo'ladi, night emaski, night qilinganiki nikkel bo'ladi. Mana bu haqiqiy qora xrom. Buni hech qayerdan topib bo'lmaydi. Ichida farqlari mana paroglarida ham qora, Mercedeslari qora. Endi buni bo'yab bir narsalar qilishmasa, bu mashinalarni sizlar O'zbekistonda sotayotgan Mercedes bilan umuman solishtirmaydi o'rtoqlar. Bir $20,000 qimmat mashina bu. Tak, napa ko'jalarda 4 zdenada masaj bor. Gapiraverib og'iz orib ketdi. O'zbekistonning Mercedesida orqa zdenalarida masaj yo'q o'rtoqlar. Ular sotsin o'zini mashinasini, bizanikidan arzon komplektatsiya, bizanikidan arzon sotsin, bosh ustiga o'zim rekomendovat qilaman, borib olinglar deb. Lekin arzon narsasini qimmat sotishyapti.